Xulosada bu yerda Nexia 3lar, Nexia 2lar turibdi. Bu variantga beriladimi boy bu? Yo'q, bu variant yo'q. Sons gibrid motor, gidravlik rul, bez konditsioner. Kraskasi bor. Petnosi bor. Xullas, tekshirib olasizlar 2009. Qayerda mashinasi bu boy bu? Bu Begobodniki. O'zlaringiz? Begoboddanmiz. Ana, Begobodlik akalarimizdan. Xo'p, bu Nexia'mizni qanaqa qilib beryapmiz aka narxini? Nexia 2ni. 4800 so'ralyapti. Aha. Yana kelishamiz. Yana kelishamiz. Zo'r. Beramiz. Gap yo'q. Telefon qilishsin. Qaysi nomerga chiqaylik? 95lik. 95 471 471 1880. 1880 ga chiqaverasizlar. Nexia'ni tiniq qilib qo'yibdi akalar. Mana ichlarini ham ko'rib olinglar. Ana Nexia 3 ni nechta pul qilib beryapmiz? 6000. Nechinchi yil o'zi bu? 18 da 6000 deb turibdi. Yo'q, 18 mi o'zi haqiqatan? Mexanika. Bosinglar gazini. Bu Nexia 3 ga mana nomermi? Yo boshqami bu? 99 838 47 77. Bunda ham kraskasi borga o'xshayapti. Endi kelganda ko'rib olinglar. Men aytganim bilan, biz Sherzod obzordan chiqaryapmiz aka. Xullas bir chekadan ko'raveramiz. Xudo xolasa narx-navolar nima bo'lyapti, nima qo'yapsizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiringlar. Qimmat bo'lsa qimmat deb yozinglar. Faqat so'kinmasdan tartib bilan Ramazon oyi hammalaringga assalomu alaykum. Muborak bo'lsin deymiz. Roza kunlarida endi ehtiyot bo'lasizlar, og'iz degan baloga. Xullas shunaqa gaplar. Bu Nexia 3 kimdan ekan? Nech pul? Shepim? 6,5 ming. Yaxshimisiz? Yili probeglari qanaqa bu? 18-yil aka. 18-yil. 3 kurik diskachalar, navorot, vojin diskalar. Qayda mashinasi bu? Ha, o'zimizning Gulistonlik akalardan mana. Kraskasi bor, ha? Bu shumka. Ha, hozir tugatib oling. Keling. Mashinada salon holatini bitta ko'rsatayotgan edik. Deflektorlargacha qo'yilgan, chixol poliklari bor. Olib, mazza qilib haydashlaringga tayyor Guliston shahrida mashinasi. Nomerlarni aytib ketamiz. Narx-navolarni ham tanishtirib o'tib ketamiz, hurmatli do'stlar. Kraskasi qayerda dedingiz boy bu? Faqat kapot almashgan xolos. Oxiri qanchaga berib olasiz buni shunda bo'ladigan qilib aytavering. 6 o'tib beramiz aka. 6 o'tib berasiz. 6 3 1 qilib beramiz. 6100 qilib beramiz. 6100 ertalabki bozor mana xudo xolasa do'stlar. Telefon raqam 94lik 94lik 350 350 251 51 51. Akalarga chiqaveramiz. Matizchi kimdan ekan? Ketib qoldimi? Mana Spark derlaringmi? Mana yerda bir do'stimizda Spark avtomashinamiz bor ekan, Mercedes'dagi. Alaykum assalom, yana bir bora. Rahmat. Xo'p, nechinchi yil qancha yurgan? 19 240 mingga keldi. 240 mingga bor. Kraska? Ha, karnezida bor. Tirs narxi, yili, probegini aytamiz o'rtoqlar. 240 ming dedik. Bu krediti bor. Katta motormi bu? Katta motor. Bu kredit chataq ekan-ku. Kredit bo'lgan, uni yopib beraman. Ha, yopib berasiz, tutulasiz. Siz ham bir tushibsiz-da kreditga, qarmoqqa ilinib qolibsiz-da. Ikkinchi qaytmaysiz xudo xolasa bu yo'lga. Necha pul buni puli? 6,5 so'rayapman. Yili necha dedik? 19. 19 6,5. Kraskasi toza. Kecha qimmat u 6,5 mingga. Mayli, kelishib olasiz. Nomeringizni ayting. 99lik. 99 460 460 20 60. 20 60. 5400 ga berasizmi? Yo'q, yo'q. Naqdga. Qutilardingiz ana balodan. Menga qimmatga tushdi. Ha, qimmatga tushadi endi o'sha payt shunday bo'lganda. Bu kredit degan narsa shunaqa. Bir ildirib oladi qarmoqchaga. Baliq olib keyin qarmoq tashlaysiz-ku. Shunaqa narsa. Endi kredit berayotganlar yomon ko'rmasin. Aslida ham o'zlaring bilasizlar-ku. Xullas, shunaqangi narsa. Hammamiz bir kreditga tushdi. O'zi yurishtirishi yaxshimi axir boy? Javob. Bir hafta shunday minib, Qayda mashinasi bu? Guliston tomon Komsomol. Komsomol tarafdan keltirilgan, ha? Bosinglar. Qaydan keldik? Sardobolik jigarlarimiz, obunachilar. Jonlaring yomon bo'lsin. Xo'p, bu yerda jigarlarimizda Cobalt'lari bor ekan. 2025 mi bu? 6 mi? Midnight 25. Qancha yurgan? Gazlari bor, abezi bor. 28 ming probeg. Kraska? Top toza. Tirs. Narx, probeg, yil qisqa qilaveramiz videolarda. Sizlarda vaqtlaringiz olmasligi uchun qanchaga berib yuboramiz? Tonirovkasi bor ekan. Bormi ruxsati? 7 oy. 286 ming yurganmi? 28 ming 600.
Xullas, mana mashinamiz. Bo'ladigani qancha bo'lyapti shunda? 12 mingga berib yuboramizmi? Lekin Toshkentjonlarda yangisini hech narsa qo'yilmagan 12 mingga oldim, 25. To'g'risini aytish kerak. O'tgan bozor. Sizniki gaz pazam esasi bor. Gazi bor. Toza 12 ga berasizmi? Naqdga. Qo'shsa beramiz. Nomeringiz? 99 791 791 0073. 0073 ga chiqaverasizlar. Top toza, ha? Mana Cobalt Midnight. Izlab yurganlarga yuborib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Yana maytda ko'ramiz, bir chekkadan mashadan ko'rib ketaveramiz, charchamang. Qaysisi bir edi? 21. 21 Gentra. Qancha yurgan? 77 ming yurgan. Kraska? Kraska kapot uchida bor. Aha. Mana shuncha. Bu anaqa, avtomat. Avtomat. Tayyormi haydashga? Tayyor. Chiqol hameshasi bor. Nech pulga beraverasiz? Nech pulga? 11,5. Avtomatda 11,5 ming beryapti. Bitta laboyga toshcha tekibdi, buni yorib qo'yibdi. Xullas, salon holatlarini bitta ko'rib olinglar. Mana tirs narx-navo, probeg, kraskasini aytib ketaveramiz. Balonlar yangi, optrafara. Marhamat qilsinlar. Bosib yuboring qani? Nimalari bor ichida? Sandiqchada. Ha, yangi ekan. Qaysi nomer edi telefon? 94lik. 4lik 164 14 11 14 77 mingga yurgan Gentra avtomatidan. Pachkaga beravermaysizmi mabodo? 10 mingga? Ha. O'zi kelmagan o'ding? 11 ming. Toza 11 ga deb qo'yavering. Yo'q. Yaxshi. O'zi non ko'p qolmay qoldi, mashinalarda savdosi o'ldi xullas. Savdo mashinalarda shunaqa bo'ldi. Endi pullaring bo'lsa, bizneslarga tikinglar, ishlab chiqarishga tikinglar. Xullas biznes qilinglar-da. Bu nima bo'ldi bu? Sotildimi? Nech pul? Va alaykum assalom. Ramazonlar bilan charchamayapsizlarmi? Aka, yaxshimisiz? 97-yil. Kimdan? Bizdan. Ha, 3000 dollar. 3000 dollar. 97 ni ya? Qimmat emasmi? Variantga deb aytdik. So'z yaxshimi? Variantga qanaqa bo'lyapti shunda? Borini beradi-da, hozir Qancha 500 bersa bo'ladimi? gaplashamiz. Hozir bir bola so'radim aytdi, qani ekan endi hech bola 500 ga chiqarmikan deb Gulistonlik bir bola. Gulistonning bolalari. Xullas 500 ga bo'lsa ham gaplashamiz debdi. Nomeringizni aytib keting, boy bu. 99lik 445 445 50 64 ga chiqaverasizlar akamga. Gulistondanmi deysiz? Balonlari bo'ladi, o'rtacha. Xullas, xarajati bor, kraskalari ham bor. Marhamat. Xullas, bir chekkadan ko'rib ketaveramiz. Bu legendar Nexia nima bo'ldi? Sizlarnikimi? Nech pul deyapsiz? Xo'p, yili probegini aytaylik. Boy, alaykum assalom. Ichkariga to'g'ri kirgan yana o'sha kirgan. 1.9 kondisioner, gidravlik rol, men pak aytib turayin. Bu joylari qilingan. Xullas, salon mana ichlari. Super salon degan joyindan marhamat qilsinglar. Qayda mashinasi bu? Guliston shahridan, ha? Nech pul deyapsiz shunda? 4100 so'rayapti. 4100. 2010 14. 14 4100. Qimmat asi? Ha. Ya qimmatmi? Bozorga qarab qo'yinglar. 3100 ga berasizmi? Yo'q. Yo'q, ha? 3400 deganda. Uyda. Bermaydi. Bermayga beramiz, endi qilib ketaveradi, olmaydi prosta odamlar. Shu pul chiqqan hisobga. Shunday. Qaysi nomerga chiqsin? 91lik. 91 021 27 77. 021 27 77. 27 77 ga aloqa chiqaveramiz. Marhamat. Mana Nexia izlaganlarga borib qo'yinglar. Biz darsga davom etamiz. Bu nima bo'ldi puli? Mana Lacetti kelgan. 6,5 ming. Xullas, hurmatli obunachilar, o'zimizda jigar xavoslik obunachilar, xavosdanmi axir? Ha. Yangi yerlik jigarlarimiz, Sons gibrid motor, 5 kondisioner, gidravlik rul. Yana nima? Chaqachuqa bor. Chaqchuqa bor. 13. Oldi orqasi butunmash qilib, qasara qusur. But-butun bor. Balonlari yangi ekan. Bashti. Espero kalpakchalar bilan. Bunday qiling, ichida ko'rsatay. Monitorchilar qo'yilgan. Ha, ana.
Qayerdan? Mikroyondanmi yo Gidrostoydanmi? Yangirda o'zi. Nech pulga beraveramiz uni, boy bo? 4200 kam bor. 2010 nechi dedik? 13. 13 4200. Ha. 14 4100 turibdi bitta aytdi bolalar. 4000 ga berib beramiz. Yo, 4000 dan o'tmasangiz bo'lmaydi. Voy. Ha, sizni nomingizdan kelsa o'tib beramiz. 4000 dan pastga gaplashamiz. Nomerni ayting. 99lik 138 138 1500. 1500. Ismingiz? Baxtiyor ismi. Baxtiyor akaga aloqa chiqamiz. Yangirskiy degan joydan, xullas. Mana shu Nexia 2 legendarniy mashinamiz. Xullas, boyagi minib kelgan mashinamiz, buni ham aytib keta qolaylik. Balonlari zo'r, buni o'zimizning mashina. Narxi 6400, yana kelishadigan joyi bor. Kraskalar toza, motor ochilmagan, 270 ming yurgan, tonirovkalar bor. Diskalar nimani qo'yilgan? Gentra diska. Mana ichlarini ko'rib olinglar. Mana ko'tarib qo'y. Sal yotib kimdir o'tiribdi-da bolalar. Xullas, mana shu mashina o'rtoqlar. Stop startlari bilan zavod bo'ladi. Qiziqqanlar aloqa chiqaverasizlar. Barlar Malibu qo'yganmiz, Malibu rul qo'yganmiz. Salon afishcheni deb qo'yadi. Ko'pchilik tablolarni ham qoraytirganmiz, gerbli qilib. Poliklar Evocor. Mashina tiniq. Telefon nomeri esa o'sha 93 936 88 82 ga chiqaverasizlar. Marhamat qilsinlar. Xo'p, davom etamiz. 2025 Midnight avtomashinamiz, gaz, polik, molik, chixollari yo'q. Kraskasi top toza, probeg 11,5 ming yurgan, ha? Narxi 12 ming qancha dedik? 12,5 ming. Gazi bormi? Gazi bor. Gazlari bilan. Bo'lish qancha endi? Mayli, bozorga 12,5 mingga turibmiz. Toza 12 mingdan o'tib beramizmi? Mayli, 12 ming usti gaplashamiz. 12 ming ustiga. Qaysi nomerga chiqaylik? 88lik 88 277 ha. 1441. Ana shunga chiqsalaring, Nomer bor 91lik 100 1441. gap yo'q. Aloqa chiqaverasizlar. Bunisi-chi? Sizlardan emasmi bu? Nima edi bu? Ha, bunisi, ha? Nechinchi yil bu? 2020. 20. Kraskasi toza. Yurgani? 174 ming. 174 ming yurgan, hurmatli obunachilar. Balonchalari pakka bo'ladi. Endi sizlar vaqtlaringda ko'p olmaslik uchun tirs. Yil, probeg, kraska. Gulistonning mashinasi yo'q. Qayerdaki uni aytamiz. Nech pul buni puli bo'la? 7600 so'rayapmiz, o'tib beramiz. Yili nechi dedik yilini? 20. 20 ni 600. 7600. Toza 7 ga bitib ketadi, xudo xolasa. Ishtiriga. 400 ga bor. Ha, 200 o'tamizmi? Ro'zani kunlarida ya. Sal bunday silay rahmni kuchaytiring, shefim. Xullas o'rtoqlar, narx-navosi qanaqa? Kommentariyada o'z fikrlarni bildiringlar. Kelishamiz deb turibdi endi bolalar, yaxshi bolalar uxlaganda faqat. Xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar. Mana salonlarni bitta ko'rib olinglar. Qaysi nomerga chiqsin bu bizning obunachilar? 90 birlik 100 1441. 1441. Endi aylantirib ko'rsatganimizda shu Nexia 3 mashina hammalarni ko'rgansizlar. Ko'chada ham ko'p yuribdi. Bir Lamborghini emas endi bu yoq, mana. Mana changan kimdan ekan? Nech pul bu aka bu? 155. Assalomu alaykum. 155 million so'm. Kraskasi? Toza. Gazi bor. 25. Jizzaxdanmi? Qayerdan bu? Jizzax. Baxtakor. Ismingiz? Doniyor aka. Nech pulga berib olamiz? Shuni ayting. Qizig'i shuda. 155 o'tamiz. Nech pul qildi ko'chada, uyda, yoqda, bu yoqda? Qilmadimi hech kim? 11 ming. 11 ming dollarga berilmadi. Usti o'zi beramiz. Nomeringiz? 95. 95lik 233 233 97 97 77. Yurgani qancha edi? 48 ming. Atiga 48 ming yurgan. Toza mashina. Olib biznes qilsalaring, ya'ni biznes deganda pul topar, yukni olib eqa-beqa borib berasizlar. Xullas, soqqani qilaverasizlar. Marhamat. Mana 2 tonna olaman bu. Bosing. Yana ko'ramiz, bozorda nimalar bo'lyapti. Nimalar bu? Gentra kimdan? Xo'p, katta bolalar mashinasi dedim buni. Nechinchi yil qancha yurgan? 74 ming yurgan 2023. 74 ming 2023. Kraska? Kraskasi top toza. Jizzaxdan. O'zlaringiz ham Jizzaxdan. Gap yo'q. Dehqonchilikmi bu, tirikchilikmi? Egalaridan so'raganlar uchun hurmatli obunachilar mana. Nech pulga beraveramiz aka? Shuni ayting. 13 ming kam bor. Deb turibsiz 13 ming. Bu mexanikami, avtomatmi? Avtomat bezlik. Bezlik ana eksportniy variantida. Polniy shumka, 4 ta balon yangi, boroni plonka. Oladi, minadi. Gaz nima? Metan, propan? Propanda. Bo'lishini ayting, endi 13 ming deb bozorda aytib turaverasiz. 12400 larga beraverasizmi? Yo, 12400 ga. Chunki bir xil odam so'raydi, aka avtomat ekan, lyuki yo'q ekan, lyuk qo'yib bering deydi bir xillar. Shunga aytayapman-da men ham.
Telefon qilishsin, savdo. Gaplashamiz. Qaysi nomer? 91lik. Birlik. 193 Ha. 25 25. Mana shu nomerga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, Jizzaxlik jigarlarimizda. Ismingiz? Maqsud akaga chiqaveramiz. Tonirovka ruxsati bor. Sheplar uxlayapti ekan. Shumkasi ham bor ekan-ku. Salon afishinalar qilingan. Mayli, sizda olmaylik. Podogriflari bor. Xullas, o'zlari uchun cho'tka qilib olgan qora jentra mashinamizni. Hamda menelarga laminatlar yopishtirgan. Toshlarga chaqa chiqib ketmasligi uchun. Qalay o'ptirab taxmanlaringiz bunga? Xarajatni nima qilasiz shu? Xullas, shunaqangi gaplar bozorga kelsalaring, tomosha qilasizlar, hech bo'lmasa bir niyat qilib kelsalaring, yetkazadi Alloh taolo. Gazini bosinglar. Biz esa bir chekkadan yana ko'raveramiz. Mana u kimdan ekan Gentra Delfin? Egasi ichidami? Savdo qilyapti ekan, aralashmaymiz. Mana Cobaltlardan deganlarga qani buni egalari? Yo'q, shopir qayerda yuribdi? Bu nech pul ekan bu? Ha, bu Hoji tog'ani boshni qotirmasin. Tushunmaydi internet. Sonstram bilan nech pul bo'ldi bu? Shepim? 2800 dollar. Bozorda eng arzonimi, eng qimmatimi bu shunda? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yili probegi. Yil 2006. Ha, yurgani? Bilmayman. Endi noma'lum. Xullas, kelib ko'rib olasizlar. 2008 deyapsiz, kelishtirib beramiz. 2400 ga bitib ketami? Kelsa gapiramiz. Shitiriga, o'rtoqlar, mana. Endi chaqchuq kraskasi bo'lish kerak. Qayerda mashinasi bu? Sirdaryo. Sirdaryo viloyati, Sirdaryo shahar. Qaysi nomerga chiqsin obunachilar? 99. 99lik 345 345 1993. 1993. Ismingiz? Abdullo akaga chiqaveramiz. Salonga led faralar qo'yilgan. Mana shu ichi holati. Marhamat qilsinlar. Gazlari ham bor, ha? Men Sirdaryoda yashab, gaz qo'ymasa uyat bo'ladi, o'rtoqlar. Bosib yuboringlar es uchun. Bu nima bo'ldi, o'roq ikkisi? Sotildimi? Xudo xolisa. Nechinchi yil bu? 16. Yurgani? 256. 256 ming so'm. Bu yurmay turganmi deymanda bir yilcha? Chang bo'lsa yotdi-ku. Gibrid konditsioner gidravlik rol. Nech pulga beramiz? 54 million. So'm. Kraskasi bormi? Kraskalari bor, 50. Bu qayerdan aka? Jizzax shaharidan olib kelgan. Nomer yozamizmi, telefon shart emasmi? Nechilik? 95lik. 95lik 430 57 75. 430 57 75. Ismingiz? Asqar akaga chiqaveramiz. Jizzaxdan olib kelgan mashinamizni. Qolgan joylarni ko'rsatganmiz shu mashina endi Nexus 2. Bir kelganda tekshirib ko'rib olasizlar. Mana shu kunlarda bor kraska. Ana. Kelganda tekshirib olinglar ustalaring bilan. Pulni natarsda sanaymiz. Shunday 16 ga 16. Gen ham bo'laveradi. Ha, gen ham berasiz. Butun O'zbekiston bo'yicha. Ular Amerikaga bitsin. Butun dunyo bo'yicha deb ketamiz ekan. Mana. Xalqaro deydi-ku. Buchi Gentra 40. Qo'qonjondan keltirilgan mashinalar ekan. Yana nimalar bor bu yerda? Jack nech pul bo'ldi bu Jack? 13700 deb turibdi. Bu 95. Qoraqalpog'iston Jumhuriyati deydimi? Nechinchi yil bu M3? 23 80500 yurgan. 94li 393 13 72. Narxi 13700 yozib qo'yibdilar ekan. Metanlar ham o'rnatilgan ekan. 95 bo'ladi, ha? 95 lar. Yaxshi, kraska toza ekan. Nima minmasdan sotyapmiz buni aka, pul topardi. Tirikchilik. Tirikchilikka juda yaxshi. 13700 dan qancha o'tib berasiz? 13300 ga beraveradi. Toza 13 gachi. Men ham endi pastdan kelmayapman, shunday primerni aytib ketyapman. 13000 toza beraman desa berasizmi? Beriladi. Nomerlarni aytdik. 9 mestali minivan, ya'ni B toifa bilan, ya'ni pravalaring B bo'lsa, o'sha bilan chillataverasizlar. Marhamat qilsinlar, tablolari endi bo'ladi. Bu mexanika ekan, ha? M3lar hammasi mexanikami, avtomat ham bormi? Yo'q, bular uchlar mexanika. Hozir unga saloniga chaqirgan, azab bitta boramiz, ko'ramiz shunda yangilarni. Hurmatli obunachilar, xullas tirikchilikka akalar olib chiqqan 13000 ga bo'lsa beraveradi. Damasni ham vaqtida 10000 dollarga, 8000 dollarga oluvdilaring, Damasdan 10 barobar aqlli mashina. Bosinglar gazini. Mana Cobaltcha kimdan ekan? Sizdanmi? Nech puli? 2,5 ga. Ha, bu yangi. 26 mi? 25. Yurgani qancha? 335 kilometr. 35 kilometr? 730. Ha, hali 1000 kilometrga bormadi, gaz pas qo'ymadik. Benzinda olib, minmasdan sotib o'ryapsiz.
abezi bor. Endi kraskalar toza bo'lsa kerak. Top-toza. Qayerda mashinasi aka bu? Zomin. Zomindan jigarlarimiz. Ismingiz? Nuriddin akaning mashinasi mana. Hech qancha yurmagan, yangi aka chiqol taqibdi, polik taqibdi o'zi uchun. Bo'lishi qancha boy bu buni? Kelishtirib bersangiz obunachilarga. 12400 bo'ladi. 12400. 25 ta, ha? Ha, o'tgan safar men o'tgan bozor 12000 ga anondan oldim, nimada? Toshkentjonda, Sergelijonda. U ham xuddi shunday laqat chiqollari yo'q edi. 12 pas bermaysizmi? Yo'q. Naqd bo'lsa? Endi sizlarda pul ko'p ko'z omonlarda. Qaysi nomerga chiqsin? Mayli aytib ketaylik. Shuncha oldik videoga. 94lik. To'rtlik. 94 70 71. 194 70 74. Ha, 70 71, ha? Yes uchun ma'qul kelsa o'rtoqlar mana Cobalt yangisidan bormi deganlarga, pashti pachka, hali 1000 kilometr yurmagan mashina. Bosib yuboringlar gazini. Xorijiy tillarning oltidagi mahalladamiz, ya'ni u tarafi anaqa Yangi bozor, shunday lokatsiyamiz, Vodnik degan joy. Bitta uyimiz, kvartira, ya'ni hovlili uy sotilyapti. Juda tayyor, olib kirib yasasalangan bo'ladi. Aka-uka kelib yasasalangan bo'ladi. Ikkita xo'jalikka mo'ljallangan. Xullas, bu garajxona, to'g'ri kelaverasizlar. Ikkita, uchta mashina bemalol chiqadi. Bu tarafimiz, o'ng tarafimiz, bu yoqda 6 ta xonali. Mana bu yerdan kirsalar yana 6 ta xona. Hozir bitta ichga kirib ko'ramiz. Bismillah, mana svetlarni ishlab turibdi. Aboylari ham yaxshi. Endi bitta salsan, kondisioner joylari, salsan nima qilingan, kosmetika qiladigan joylar bor. U ko'p xarajat bo'lmaydi bu. Domofonlarigacha bor. Bu kirganlarning bitta katta xona, bitta sanuzelimiz bor. Katta, ya'ni общий hammom. Yana bitta mana yerdan kirganlarida koridordan mana yerda yana bitta xona bor. Chotki. Mana bu koridordan kelib mana yerda yana kelsang, xohlasang bolaxona qilsalangan bo'ladi. Mana mana bu yerda yana bitta katta zalimiz bor. Mana bu yerda yana bitta xonamiz bor. Xohlasang buni nima spalniya qilsalangan bo'ladi. Tayyor, hamma chiroqlari ham ishlaydi. Akfa eshiklar, romlar qo'yilgan. Hech qanaqangi xarajati yo'q pashti. Tak 6 ta xona shunda bu tomonda o'zi. Ataplenalar hammasi ishlab turibdi mana. Rossiyskiy ataplenalar qo'yib qo'ygan, issiq. Xonani o'zi ham issiq qilgan. Televideniya kabellari ham hammasi kelgan mana bu yerda. Oynalarimiz. Ana endi bu tarafni o'zi mana bu yerdan bu yog'i bo'linar ekan, xullas. Xohlasalaring bitta qilib olsalangan bo'ladi. Xohlasalaring ikki kishi olsa ham bo'ladi. Bunisini ham ishlarini ko'rsatib o'taman. Qani bismillah. Polni kafellardan qilib tasa o'sha paytda moda bo'lgan. Kirganlarning katta zal. Aslida mana bu yerdan kirib keladigan garaj xona bo'lgan. Akam yopib olganman deyapti. Mana bu yerda katta zal bo'lgan. Endi ikkiga bo'lib olinganda bu yerdan garaj xona bo'ladi. Uni yerda ochib boshqadan qilsa bo'ladi mana. Lekin bitta odam olaman deydigan bo'lsa, xudo xolasa bu общий bitta zal bo'ladi. Katta koridor, mana katta xona. Bu yoqda yana bitta xona mana. Katta bu ham. Hammasi chirog'i, ataplenalar hammasi ishlab turibdi. Mana bu yerda yana bitta xona mana. Bu yerda spalniya qilsalarning bo'ladi mana. Spalniya xona. Bu ko'cha taraf, bu katta zal yana, общий mehmonxona. Mana sizlar uchun shu Gulistonda sotiladigan uy bor ekan, bemalol akam xohlasinlar, bitta qilib olsinlar deyapti, xohlasinlar bo'lib olsinlar. Bittasini narxi $85,000 yana savdosi bor ekan. Ipoteka qilib olsalangan bo'lar ekan. Gidetda shaharda bir 3 xonali domni puli bo'lyapti, 4 xonali domni puli desalangan bo'ladi. Toshkent shaharda hovlida mazza qilib bolalaring o'ynab yuradi. Mana bu yerda ko'chatlar ham bor. Bo'linadigan bo'lsa mana shu yerdan bu tomonga bo'linadi. Gidetda 6 sotiq bor hovlisi. Shunda bitta tomon 85,000 qilib beryapmiz. Telefon nomerlari pastga yozib ketaman. Bemalol telefon qilib akam bilan murojaat qilishlaring mumkin. Tashqarida ham o'z e'lonlarini qo'yib qo'ygan. Adres tushunlaring, bu yerda litsey bor, ya'ni xorijiy tillar. Undan yog'i yangi bozorda ortda. Shunday chiqasizlar, mana yerda ozgina katta yo'l, bozor shaharga kirib ketaverish. Sirazi uy izlagan do'stlaringga yuborib qo'yasizlar. Chet eldan ko'rayotgan ayniqsa jo'ralarimiz, Gulistondan uy olaman deganlar bor, masalan, vaqti bo'lsamiz, jonlaring yomon bo'lsin.